Agar siz ham yonbosh parkovkaga qiynalayotgan bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Yonbosh parkovka o'ng baki oynadan orientir olamiz. Mashinaning gabaritidan uzuq-uzuq chiziqqa qarab kelamiz. Yonbosh parkovkani oldi chap burchagiga orqa o'ng balonni to'g'rilab to'xtatamiz. Rolni polni o'ngga buramizda chap baki oynaga qaraymiz. Orqaga qarab harakatlanamiz. Orqaga yurganimizda mana bu burchak chap baki oynadan ko'rinishi bilan mashinani to'xtatamiz, rolni to'g'rilab olamiz. Rolni to'g'rilab orqaga harakatlanamiz. Mana bu uzuq-uzuq chiziqqa orqa chap balon yetib kelganda mashinani to'xtatamiz, rolni polni chapga burib orqaga yuramiz. Orqaga yuramizda mana bu oq chiziqqa ikkala o'ng tarafdagi balon chiqishi bilan mashinani to'xtatamiz. 3 sekund turamizda chapga pavorotnikni yoqib chiqib ketamiz. Shunda hech qaysi chizig'ini bosmaydi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying.